Kirpi go'shini yesi bo'lamdi. Savol. Assalomu alaykum qadrli ustoz. Bizning bir tuqqanimiz bir xil kasalga giribdor bo'lib qolgan bo'lib, tabiblar uzoq mazgil kirpi go'shi yeb berishni buyurgan ekan. Bu vaqtda atrofimizdagi ba'zi ulamolardan so'rasak, ular kirpi harom deb javob berdi. Yana bir qismlari Maliki mazhabda bo'g'izlab yesa harom bo'lmaydi deb qaraydi ekan. Zaruriyat bo'lgandan keyin mazhab atlab amal qilsak bo'ladi. Shunga yeversak bo'ladi dedi. Mushu haqda bir tushuncha bergan bo'lsalar. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Kirpining go'shining hukmida olimlar o'rtasida ko'z qarash o'xshashmasligi bor. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bilan Imom Ahmad harom deb qaragan. Bular asoslangani Ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadis bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu hadisda kirpi to'g'risida maynat narsalardan biri degan. Lekin Imom Xattabi, Bayhaqi, Ibn Hazm va Hafiz Ibn Hajar qatorliq hadis olimlari bu hadisni zaif degan bo'lg'achqa kirpi go'shini harom deyishda dalillikka puttirab turolmaydi. Imom Malik bilan Imom Shafi'i qatorliqlar kirpining go'shi halol deb qaragan. Bular odatda biror dalil kelmagicha bir narsa harom deyishga bo'lmaydiganligini ko'rsatadigan har qanday narsaning asli hukmi mubohlikdir degan fiqhiy qoidani tutgan bo'lib, kirpini harom deb qaraydiganlar e'tirozdan xoli sahih bir dalil akilish kerak. Akiralmagandan keyin muboh holatida qoladi deb qaragan. Yuqoriqilarga asosan kirpi go'shining hukmi muboh degan qarash jalliq. Onun ustiga davolanish zaruriyati bo'lgandan keyin halol degan qarash bo'yicha amal qilsa bo'ladi. Ammo kirpining qani najis, buningda ixtilof yo'q. Albatta, go'shi halol bo'lishi uchun bo'g'izlash shart. Kirpini bo'g'izlash usuli. Kirpini suvga tiqib, suvni sal isitgandan keyin beshini so'zib chiqaradi. Shu chaqda bo'g'izlash kerak. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 175-nomorliq fatvo.